Bugun men barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntiraman. Pensiya olayotgan odamga nimalar taqiqlanadi? Qaysi harakatlar keyinchalik pensiya to'xtashga, ortiqcha to'langan pulni qaytarishga, hatto javobgarlikka olib kelishi mumkin. Bu mavzu faqat keksa yoshdagi pensionerlarga emas, nogironlik pensiyasi olayotganlarga, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalarga, ishonchnoma orqali pensiya olib berayotgan farzandlarga ham tegishli. Agar siz pensiya olsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'p odamlar men hech narsa qilmayapman, faqat pensiyamni olyapman deb o'ylaydi. Lekin oddiy bir xato sababli keyin katta muammo chiqishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday ogohlantirishlarni sodda tilda tushuntirib boraman. Avvallari ko'p holatlarda pensiya masalalari oddiy ko'rinardi. Odam pensiyaga chiqadi, har oy pulini oladi, tamom. Mahallada ham, bankda ham. Pochta orqali ham hamma bir-birini taniydi. Kim qayerda yashayotganini biladi. Pensioner kasal bo'lsa, farzandi borib olib kelardi. Kimdir kartasini o'g'liga berib qo'yardi. Kimdir ishonchnoma yozdirib, uzoq muddat pulini boshqaga oldirardi. Ko'pchilik buni oddiy yordam deb qabul qilgan, lekin hozir vaziyat o'zgargan. Pensiya tizimi raqamlashtirilmoqda, bank kartalari orqali to'lovlar ko'paymoqda. Ma'lumotlar to'lidolar o'rtasida solishtirilmoqda. Endi pensionerning yashash joyi, mehnat faoliyati, nogironlik holati, chet elga chiqib ketishi, vafot etishi oilaviy holati. Hatto ayrim nafaqa turlarida daromad manbalari ham tekshirilishi mumkin. Demak, oldin hech kim bilmaydi deb qaralgan holatlar bugun tizimda ko'rinadi. Eng muhim gap shuki, pensionerga o'z pensiyasini olish taqiqlanmagan, albatta. Pensiya qonuniy huquq. Lekin pensiyani noto'g'ri yo'l bilan olish, boshqa odam nomidan yashirib olish, o'zgarishlarni vaqtida xabar qilmaslik, yolg'on ma'lumot berish, kartani begonalarga berib qo'yish, PIN kodni aytish, vafot etgan odamning pensiyasini yechib olish kabi ishlar qat'iy taqiqlanadi. Mana shu narsalar bugungi mavzuning asosiy nuqtasi. Men birinchi navbatda oddiy yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolarga murojaat qilaman. Siz pensiyangizni olishingiz mumkin. Bank kartangizdan foydalanishingiz mumkin. Naqd pul yechishingiz mumkin. Farzandingiz yordam bersa ham bo'ladi. Lekin karta siz nomingizda bo'lsa, mas'uliyat ham sizniki. Kartani doimiy ravishda boshqa odamga berib qo'yish xavfli. Nega? Chunki karta orqali pul yechilgan, kredit olingan, qarz to'langan yoki shubhali operatsiya qilingan bo'lsa, bank birinchi navbatda karta egasiga qaraydi. Men bilmaganman, o'g'lim olgan degan gap keyin hamma joyda ham yordam bermaydi. Masalan, 72 yoshli otaxon pensiya kartasini nevarasiga berib qo'ydi. Nevara har oy pensiyani yechib beradi, otaxon bunga rozi. Bir kuni nevara internet orqali karta ma'lumotlarini kiritib, firibgar saytga tushib qoladi. Kartadagi pul yechib ketiladi. Bank tekshiradi. PIN kod ishlatilgan, SMS kod kiritilgan. Operatsiya karta egasining roziligidek ko'rinadi. Natijada pulni qaytarish juda qiyinlashadi. Bu yerda taqiq shuki, kartangizning PIN kodi, SMS kodi, karta raqami va amal qilish muddatini begonalarga berish mumkin emas. Hatto yaqin qarindosh bo'lsa ham ehtiyot chorasi zarur. Ikkinchi xavfli holat, pensioner vafot etgandan keyin uning pensiyasini olish. Bu juda jiddiy masala. Ba'zi oilalarda shunday bo'ladi. Bu yoki bobo vafot etadi, lekin karta farzandida qoladi. Keyingi oy ham pensiya tushadi. Farzandi baribir biz qaradik, xarajat qildik deb pulni yechib oladi. Ko'pchilik buni o'zicha adolat deb biladi. Lekin qonuniy tomondan qaraganda vafot etgan shaxs nomiga tushgan va olish huquqi bo'lmagan davr uchun to'langan mablag' ortiqcha to'lov hisoblanishi mumkin. Keyin bu pulni qaytarish talab qilinadi. Agar bila turib yashirilgan bo'lsa, masala yanada og'irlashadi. Misol keltiraman. Pensioner 10 mart kuni vafot etdi. Oilasi bu haqda tegishli idoralarga darhol xabar bermadi. Aprel oyida karta orqali 1.200.000 so'm pensiya yechildi. May oyida ham yana shuncha pul tushib yechildi. Keyin tizimda vafot qayd etilgach, to'lovlar tekshirildi. Natijada oila 2.400.000 so'mni qaytarish kerak bo'lishi mumkin. Agar pul allaqachon ishlatib yuborilgan bo'lsa, bu qarzga aylanadi. Shuning uchun vafot holatida keyingi oy tushsa, olib turamiz deyish eng katta xatolardan biridir. 3-guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan fuqarolar. Bu yerda ham alohida ehtiyot bo'lish kerak. Nogironlik guruhi muddatsiz bo'lishi mumkin.
yoki ma'lum muddatga berilgan bo'lishi mumkin. Agar sizda qayta ko'rikdan o'tish muddati belgilangan bo'lsa, o'sha muddatni o'tkazib yubormaslik kerak. Chunki tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli tibbiy komissiya tasdiqlamasa, to'lov to'xtashi mumkin. Men kasalman-ku, nega to'xtaydi degan savol tug'iladi. Sababi hujjat bilan tasdiqlash tartibi bor. Tizimda muddat tugagan bo'lsa, to'lov avtomatik to'xtashi yoki keyin qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, 2 guruh nogironligi 1 yilga berilgan fuqaro 2024 yil sentabrgacha qayta ko'rikdan o'tishi kerak edi. U esa keyinroq boraman deb 2 oy kechikdi. Shu orada pensiya to'xtadi. Keyin u hujjatlarni tiklash uchun poliklinika, komissiya, pensiya bo'limi o'rtasida qatnadi. Agar vaqtida borganda bu muammo bo'lmas edi. Demak, bu yerda taqiq shuki, muddati tugagan nogironlik hujjati bilan pensiya yoki nafaqani davom ettirishga umid qilib yurish mumkin emas. O'zgarishlarni yashirish ham mumkin emas. 4-guruh. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Bu turdagi pensiyada oilaviy holat, o'qish holati, yosh, mehnatga layoqatlilik kabi omillar muhim bo'lishi mumkin. Masalan, bola 13 yoshga to'ladi agar kunduzgi ta'limda o'qisa. Ayrim hollarda to'lov davom etishi mumkin, lekin hujjat talab qilinadi. Agar o'qishni tashlab qo'ygan bo'lsa yoki sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa, holat o'zgarishi mumkin. Buni yashirish keyinchalik ortiqcha to'lovga olib keladi. Oddiy misol, talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olmoqda, chunki u kunduzgi o'qishda edi. Keyin u ishga kiradi va o'qishni sirtqiga o'tkazadi, lekin pensiya bo'limiga xabar bermaydi. 1 yil davomida pul olishda davom etadi. Keyin ma'lumotlar solishtirilganda uning holati o'zgargani aniqlanadi. Natijada 1 yil davomida olingan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun bunday pensiya olayotgan oilalar har bir o'zgarishni hujjat bilan tasdiqlab borishi kerak. 5-masala ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odam pensioner ishlasa bo'lmaydi deb noto'g'ri tushunadi. Aslida yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin ayrim to'lov turlari, ustamalar yoki nafaqalar uchun daromad va bandlik holati ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hamma ishlasa pensiyasi kesiladi deb qo'rqmaslik kerak. Lekin men ishlayotganimni hech kim bilmasin deb yashirish ham to'g'ri emas. Ayniqsa ijtimoiy nafaqa kam ta'minlanganlik asosida yordam, parvarish puli kabi to'lovlarda daromad va bandlik masalasi juda muhim. Masalan, 65 yoshli ayol yoshga doir pensiya oladi va maktabda qorovul bo'lib ishlaydi. Bu holatda u o'z huquqlarini aniqlab olishi kerak. Pensiyasiga bu ish qanday ta'sir qiladi? Ish staji qo'shiladimi? Qayta hisoblash mumkinmi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar qanday yuritiladi? Boshqa bir holatda esa kishi kam ta'minlangan oila sifatida yordam olib turib, norasmiy daromadni yashirsa, keyin tekshiruvda muammo chiqadi. Demak, asosiy farq shunda: qonuniy ishlash boshqa, daromadni yashirib asossiz yordam olish boshqa. Endi men eng muhim taqiqlarni birma-bir tushuntiraman. Birinchi taqiq: yolg'on ma'lumot berish. Pensiya tayinlashda ish staji, ish haqi, tug'ilgan sana, familiya, pasport ma'lumotlari, bolalar soni nogironlik hujjati, o'qish ma'lumotnomasi kabi hujjatlar topshiriladi. Agar shu hujjatlar ichida soxta ma'lumot bo'lsa, keyin pensiya noto'g'ri hisoblangan deb topilishi mumkin. Buning oqibati oddiy emas. Ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinadi. Masalan, kimdir sobiq ish joyidan ish haqi haqida noto'g'ri ma'lumotnoma olib keladi. Natijada pensiya oyiga 300 ming so'm ko'proq chiqadi. 5 yil davomida bu 12 million so'm ortiqcha to'lov degani. Keyin arxiv tekshirilganda haqiqiy ma'lumot boshqacha bo'lib chiqsa, odam men bilmaganman deb aytishi mumkin. Lekin masala baribir tekshiriladi. Shuning uchun har qanday ma'lumotnomani topshirishdan oldin uning to'g'riligiga ishonch hosil qilish kerak. Ikkinchi taqiq: o'zgarishlarni yashirish. Manzilini o'zgartirsa, chet elga uzoq muddatga chiqsa, oilaviy holati o'zgarsa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish holati o'zgarsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, bularning ayrimlari pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Har bir o'zgarish ham pensiyani to'xtatadi degani emas. Lekin xabar bermaslik keyinchalik ishonchsizlik va qarz muammosini keltiradi. Masalan, pensioner doimiy yashash uchun boshqa davlatga ketdi. Lekin pensiya kartasi O'zbekistonda farzandida qoldi. Farzandi har oy pulni yechib turdi. Bu holatda to'lov tartibi, xalqaro shartnomalar, doimiy yashash maqomi, ro'yxatdan chiqish yoki chiqmaslik kabi omillar muhim bo'ladi. Agar tizimda odamning maqomi o'zgargan bo'lsa,
ortiqcha to'lov aniqlanishi mumkin. Shuning uchun chet elga ketayotgan pensioner oldindan pensiya bo'limiga murojaat qilib, men falon muddatga ketmoqchiman, pensiyam qanday to'lanadi deb yozma yoki rasmiy javob olish kerak. 3-taqiq. Pensiya kartasini garovga berish yoki qarz evaziga boshqaga topshirish. Afsuski, hayotda shunday holatlar bor. Pensioner qarz oladi, qarz beruvchi, kartangizni menga qoldiring, pensiya tushganda o'zim yechib olaman deydi. Bu juda xavfli. Chunki pensioner o'zining asosiy yashash mablag'idan ayriladi. Qarz miqdori oshib ketishi mumkin. Karta orqali boshqa operatsiyalar qilinishi mumkin. Qonuniy qarz bo'lsa ham. Karta va PIN kodini topshirish yaxshi yechim emas. Qarzni bank orqali, shartnoma orqali, kvitansiya bilan hal qilish kerak. 4-taqiq. Ishonchnomadan noto'g'ri foydalanish. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa yoki uzoqda bo'lsa, ishonchnoma orqali boshqa odam pensiyani olib berishi mumkin bo'lgan tartiblar mavjud. Lekin ishonchnoma haqiqiy bo'lishi, muddati tugamagan bo'lishi, unda aniq vakolatlar yozilgan bo'lishi kerak. Eng muhimi, ishonchnoma pensioner tirik va rozilik bildirgan davrda amal qiladi. Pensioner vafot etgandan keyin ishonchnoma bilan pul olish mumkin emas. Bu juda muhim nuqta. 5-taqiq. Boshqa odamning pensiyasini o'zlashtirish. Ba'zan oilada pensioner yotib qoladi, gapira olmaydi yoki hujjatlarini nazorat qila olmaydi. Qarindoshlari uning pensiyasini olib, aslida pensionerning o'ziga sarflamaydi. To'g'risi olinmaydi. Ovqati yaxshi qilinmaydi, qarovi ta'minlanmaydi. Bu nafaqat axloqiy jihatdan noto'g'ri, balki huquqiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Pensiya pensionerning shaxsiy mablag'i. Agar farzand yordam berayotgan bo'lsa, bu yordam pensioner manfaatiga xizmat qilishi kerak. Endi muhim savol. Pensioner farzandiga kartasini umuman bera olmaydimi? Hayotiy tomondan qarasak, ko'p otaxon, onaxonlar bankomatdan foydalana olmaydi. Ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Navbatda turishga qiynaladi. Farzandi yordam berishi mumkin. Lekin men maslahat beradigan xavfsiz yo'l shuki, karta va PIN kodini doimiy nazoratsiz bermang. Imkon qadar bank ilovasini yoki SMS xabarlarini o'zingizning telefoningizga ulang. Har bir yechimdan xabardor bo'ling. Agar farzandingiz pul yechib kelsa, qancha tushganini, qancha yechilganini, qancha qolganini bilib turing. Bu ishonchsizlik emas, bu moliyaviy xavfsizlik. Yana bir nozik masala, pensiya kechiksa yoki tushmasa, odam darhol vahimaga tushadi. Ba'zan sabab texnik bo'ladi. Bank kartasi muddati tugagan, karta bloklangan, pasport ma'lumotlari yangilanmagan, hisob raqamida xatolik bor. Ba'zan esa sabab hujjat muddati tugagani yoki tizimda tekshiruv ketayotgani bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi qilinadigan ish bankdan kartani tekshirtirish. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qilish. Yana bir holat, pensioner pasportini almashtirdi, familiyasi o'zgardi, yashash manzili o'zgardi. Bu pensiyaga nima aloqasi bor deb o'ylashi mumkin. Aloqasi bor. Chunki to'lov tizimida shaxsni aniqlash ma'lumotlari mos kelishi kerak. Agar eski pasport ma'lumoti bilan bankda hisob ochilgan bo'lsa, yangi hujjat bilan ma'lumot yangilanmasa, ayrim operatsiyalarda muammo chiqadi. Shuning uchun pasport, ID karta, bank kartasi, pensiya hujjatlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Chet el masalasiga yana qaytaman. Agar pensioner faqat mehmondorchilikka, davolanishga yoki farzandinikiga 1-2 oyga ketayotgan bo'lsa, bu boshqa masala. Doimiy yashash uchun ketayotgan bo'lsa, bu boshqa masala. To'lov tartibi aynan shu farqlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman. Taxmin bilan ish qilmang. Qo'shnim shunday qilgan ekan degan gap sizni himoya qilmaydi. Har bir holat hujjatga, maqomga va amaldagi tartibga bog'liq. Yana bir ko'p uchraydigan xato odam pensiya miqdori kam chiqdi deb o'ylaydi. Lekin tekshirtirmaydi. Aslida ayrim davrlar stajga kiritilmagan bo'lishi, arxiv ma'lumotlari topilmagan bo'lishi, ish haq ko'rsatkichlari to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda noqonuniy yo'l izlash kerak emas. Balki qonuniy qayta hisoblashni talab qilish kerak. Agar sizda qo'shimcha stajni tasdiqlovchi mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi bo'lsa, pensiyani qayta ko'rib chiqish uchun murojaat qilish mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjatlar, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar.
Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar alohida pappatda tursin. Farzandlaringiz ham bu hujjatlar qayerda ekanini bilsin, lekin ulardan nazoratsiz foydalanmasin. Ikkinchi qadam, bank kartangiz xavfsizligini tekshiring. PIN kodni hech kimga aytmang. Agar PIN kodni ko'p odam bilib qolgan bo'lsa, SME xabar xizmatini ulang. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda va ishlayotgan bo'lsin. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, oldindan yangilang. Karta yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklang. Uchinchi qadam, pensiya miqdorini tushunib oling. Har oy qancha pensiya tushishi kerak? Qaysi sanalarda tushadi? Ustama bormi? Qayta hisoblash bo'lganmi? Shularni yozib boring. Masalan, oddiy daftar tuting. Yanvar oyida falon so'm tushdi. Fevralda falon so'm tushdi. Agar birdaniga kamayish bo'lsa, sababini aniqlang. Ba'zan qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish, ba'zan texnik xato, ba'zan hujjat masalasi bo'lishi mumkin. Hech qachon mayli, o'zi shunaqadir deb yuravermang. 4-qadam, o'zgarish bo'lsa, vaqtida xabar bering. Manzil o'zgarsa, pasport yangilansa, nogironlik guruhi o'zgarsa, o'qish holati o'zgarsa, chet elga doimiy ketish rejasi bo'lsa, tegishli idoraga murojaat qiling. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa ariza yozing. Qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki elektron murojaat raqamini oling. Keyin men aytgandim deb isbotlash qiyin bo'lmasin. 5-qadam, agar pensioner kasal bo'lsa va o'zi bora olmasa, qonuniy vakillik yo'lini tanlang. Notarial ishonchnoma kerakmi? Uyga notarius chaqirish mumkinmi? Tibbiy ma'lumotnoma kerakmi? Bankda ishonchli shaxs orqali amal bajarish tartibi qanday? Bularni oldindan aniqlang. Hech qachon shunchaki karta va PIN kodni hammaga tarqatmang. Agar pensioner xushyor fikr bildira olmaydigan og'ir holatda bo'lsa, vasiylik yoki homiylik kabi alohida huquqiy tartiblar bo'lishi mumkin. Buni mutaxassisdan so'rang. 6-qadam, vafot holatida darhol tartibni bajaring. Bu og'ir mavzu, lekin hayotiy. Yaqin inson vafot etganda avvalo tibbiy guvohnoma, keyin FHDga orqali o'lim haqidagi guvohnoma rasmiylashtiriladi. Shundan so'ng pensiya to'lovlari bo'yicha tegishli idoraga xabar berish kerak. Kartaga pul tushib qolsa, uni shoshilib yechib olmang. Avval bu pul qaysi davr uchun, kimga tegishli, qonuniy tartib qanday, shuni aniqlang. Dafn puli yoki olinmay qolgan pensiya bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu ham hujjat bilan rasmiylashtiriladi. 7-qadam, agar sizga pensiyangizni ko'paytirib beraman, staj qo'shib beraman, hujjat qilib beraman, kartangizni bering, pulingizni chiqarib beraman degan odam uchrasa, juda ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasida noqonuniy vositachilar ko'p bo'lishi mumkin. Ular avval pul so'raydi, keyin yo'qoladi yoki soxta hujjat tayyorlab sizni muammoga qo'yadi. Qonun yo'l pensiya jamg'armasi davlat xizmatlari markazi rasmiy portal bank va notarius orqali ish qilish. 8-qadam, agar sizdan ortiqcha to'lovni qaytarish talab qilinsa, hujjatlarni ko'rmasdan darhol tan olmang. Avval yozma asos so'rang. Qaysi davr uchun, qancha summa, nima sababdan ortiqcha hisoblangan, qanday hisob kitob qilingan. Agar rozi bo'lmasangiz, tushuntirish yozing, qo'shimcha hujjat taqdim eting, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz borligini biling. Lekin talabni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki vaqt o'tishi bilan qarzdorlik undirish jarayoniga o'tishi mumkin. 9-qadam, oilada ochiq gaplashing. Pensioner ota-onangizning pensiyasi kimning qo'lida, karta qayerda, dorilarga qancha ketadi, kommunal to'lovlarga qancha ketadi, bular aniq bo'lsin. Ko'p janjallar aynan shaffoflik yo'qligidan chiqadi. Bir farzand pensiya olib turadi, boshqalar shubha qiladi, pensioner esa o'rtada qiynaladi. Eng yaxshi yo'l pensionerning roziligi bilan har oy xarajatlarni yozib borish, asosiy ehtiyojlarni birinchi o'ringa qo'yish. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, pensiya olish sizning qonuniy huquqingiz. Lekin pensiyani olish va ishlatishda tartib bor. Pensionerlarga taqiqlanadigan eng xavfli ishlar: yolg'on ma'lumot berish, o'zgarishlarni yashirish, vafot etgan odamning pensiyasini olish, kartani va PIN kodini nazoratsiz berish. Ishonchnomadan noto'g'ri foydalanish, boshqa pensionerning pulini o'zlashtirish va asossiz to'lovlarni davom ettirishdir. Men sizga qo'rqitish uchun emas, oldindan himoyalanish uchun tushuntirdim. Chunki bitta oddiy xato keyinchalik millionlab so'm qarzga, bank muammosiga, hujjatbozlikka va oilavingizni olib kelishi mumkin. Agar hammasi qonuniy, hujjatli va shaffof bo'lsa, pensioner ham tinch bo'ladi. Farzandlar ham xavotirga tushmaydi.
Sizning oilangizda pensiya kartasi, ishonchnoma, chet elga ketish yoki ortiqcha to'lov bo'yicha shunday holatlar bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini ham, huquqini ham himoya qila oladi.